Sharifa Davronova, kelajagi porloq go'zal va muvaffaqiyatli sportchi. Daxsport YouTube kanalimizning barcha obunachilari va mehmonlariga salom. Bir muncha vaqt oldin nashr etgan oldingi videoda biz kanalimizning maqsadlari haqida gaplashgan edik. Ularning asosiysi O'zbekistondagi ayollar sportini va shu bilan birga dunyodagi ba'zi ayollar sportini eng yaxshi tomondan namoyish etishdir. Albatta, biz O'zbekistondagi ayollar sportining barcha tadbirlarini emas, balki ularning faqat bir qismini, masalan, dzyudo va kurash va boshqa bir qancha yo'nalishlarni taqdim etishga da'vo qilmaymiz. Ushbu yo'nalishlar orasida biz 3 hatlab sakrashda qatnashayotgan Sharifa Davronovani taqdim etdik. Haqiqat shundaki, Sharifa Davronova biz o'zbek ayollar sportida kashf etgan yoqimli syurprizlardan biri edi. Sport sohasida porloq kelajakka ega yosh va muvaffaqiyatli sportchi. Biz nafaqat uning yaxshi yutuqlaridan, balki uning go'zalligidan va u ishtirok etgan musobaqalarda ko'rgan sportchi va ijtimoiy tabiatidan ham hayratda qoldik. Ushbu videoda Sharifa stadiondagi tomoshabinlar bilan qanday hamkorlik qilayotganini, bu esa ularni 3 hatlab sakrash uchun uni qo'llab-quvvatlashga undayotganini tomosha qiling. Bunday xatti-harakatlarni o'nlab musobaqalarda ishtirok etgan faxriy sportchilarda ko'rish mumkin. Ammo Sharifa, atigi 20 yoshda bo'lishiga qaramay, faxriy sportchi kabi o'zini tutadi va tomoshabinlar bilan katta ishonch bilan hamkorlik qiladi. Bugun biz uning sport faoliyatini kuzatib boramiz va iloji boricha uning tasdiqlarini nashr etamiz. Bu yerda biz uning yutuqlari haqida ham so'zlab beramiz. Ularning eng so'nggisi 12 Osiyo yopiq atletika chempionatida ayollar o'rtasidagi 3 hatlab sakrash finalida oltin medalni qo'lga kiritishi bo'ldi. Sharifa Davronova 2006 yil 27 sentabrda O'zbekistonning Samarqand shahrida tug'ilgan. 2016 yilda u murabbiy Muzaffar Karimov qo'l ostida yengil atletika bilan shug'ullana boshladi. 2020 yildan beri Sharifa yirik milliy musobaqalarda ishtirok etib kelmoqda. Bu yil u O'zbekiston chempionati va O'zbekiston kubogini, shuningdek, 100 metrga yugurish va 3 hatlab sakrash bo'yicha O'zbekiston yoshlar chempionligini qo'lga kiritdi. 2021 yildan beri u O'zbekiston terma jamoasi tarkibida xalqaro musobaqalarda ishtirok etib kelmoqda. U O'zbekiston milliy yengil atletika terma jamoasi a'zosi. U O'zbekistonda bir necha bor milliy chempionatlarda g'olib chiqqan va O'zbekiston kubogi chempioni ham bo'lgan. Bundan tashqari 2022 yilda u Islom birdamlik o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritdi. 2023 yilda esa Osiyo yopiq atletika chempionati va Osiyo yozgi o'yinlarida g'olib chiqdi. O'tgan yili Sharifa ajoyib yutuqlarga erishdi. U 2026 yil 7 fevralda Shimoliy Xitoyning Tianjin shahrida bo'lib o'tgan 2026 yilgi 12 Osiyo yopiq atletika chempionatida ayollar o'rtasidagi 3 hatlab sakrash finalida oltin medalni qo'lga kiritdi. Shuningdek, u 2025 yilgi 20 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi jahon chempionati va 2025 yilgi 18 yoshgacha bo'lganlar o'rtasidagi Osiyo chempionatida g'olib chiqdi. Bizning kanalimiz bu go'zal sportchini kuzatib borishda davom etadi va biz uning sport faoliyatini ham nashr etishga harakat qilamiz. Unga har doim muvaffaqiyat tilaymiz.